Bu safargi zakazim kichkinagina emas, baqaloqqina ikkita mishkavoy bo'ldi. To'g'risini aytaman, oldinlari men o'yinchoq to'qolmayman deb o'ylardim. Ichimda ozgina qo'rquvlarim bo'lardi. Xuddiki men to'qisam eplolmayman, o'xshatolmayman deb o'ylardim. Bir kun oxiri o'zimga o'zim, "Ey Robiya, qachongacha qo'rqasan? Shuncha odam qildi-ku, ularni ham ikkita qo'li bor. Senda ham xuddi shunaqa bo'lsa, ikkita ko'zi bir xil bo'lsa, nimadan qo'rqasan?" deb o'zimga savol berdim. To'g'ri, boshida to'qigan o'yinchoqlarim unaqa zo'r chiqmagan, o'xshamagan, lekin shunda ham bolalarim oyim to'qib berdilar deb xursand bo'lib o'ynab yurishardi. Bolalarimning xursandchiligini ko'rib, men yana ham o'yinchoq to'qish xohlaganman, chunki qay darajada ko'p bolangizga o'yinchoq to'qib bersangiz, bolangizni emotsiyasini ko'rishni tasavvur qilasizmi? Bolalarning tasavvurida dunyodagi eng zo'r narsa bu otasi yoki onasi tomonidan tayyorlab bergan. Ko'zlari ikki xil, qo'llari qiyshiq bo'lsa ham, lekin onasi tomonidan tayyorlangan narsa bo'ladi. Tajribasiz bo'lganim uchun ko'zlari qiyshiq, ikki xil bo'lib chiqqanligidan juda ham ko'p qiynalganman. Shuning uchun ham hozirgi kunda o'quvchilarim uchun alohida o'yinchoq kursligini ham tashkillashtirdim. O'yinchoq kursimizda 12 ta darslik o'rgatilgan. Mani qizimga o'xshab kichkinagina qizi bor onajonlar uchun bu juda ham qulay. Ayniqsa 0 dan boshlab o'rgatilganligi uchun menga o'xshab ko'zlarni ikki xil qilmasdan chiroyli qilib to'qishni o'rganasiz.